27-ci bab. Akatsiya yağıçıdan bir qurbonlik supisi yasangla. Supa 4 çasa bulup, onun egizligi 1,5, uzunluğu ve kengligi 2,5 metrden kılınsun. Supuning 4 bücügiga müngüzler çıkırılsın. Hem supu bilen bir bütün kılınıp, tuç bilen kaplansın. Qurbonlik supisinin külünü iliş üçün küldan, gürcek, das, laqşigir ve ottanla yasalsın. Bu saymanlarning hemmisi tuştun bolsun. Buningdan başqa, qurbonlik supisiga tuştun bir şalı yasab, onun 4 bücügiga 4 tane tuç halqa bekitib qo'yilsin. Şala, qurbonlik supisi otxonasining o'ttirsidagi şalı təkçisining üstüge qo'yilsin. Buningdan başqa, yana qurbonlik supisini ko'tarish uchun akatsiya yog'ichidan 2 baldoq yasab, bularni tuch bilan qaplanglar. Qurbonlik supisini ko'targanda baldoqlar 2 yondagi halqalarga o'tkazilsin. Qurbonlik supisining o'ttirisi kavoq qilinsin. U men tog'da sana ko'rsatgan nusxada taxtaydan yasalsın. İbadet çedirinin etrafını tosup, oylu qilish üçün kendir yiptin perde toqulsun. Janub tarafdaki perdenin uzunluğu 50 metr qilinsın. Perdeni kötürüp turuş üçün 20 dana tuş tüvrük hem ulanın tegiga qo'yg'ili 20 dana tuch put yasalsın. Perdelerni bekitadigan tüvrükning ilmekleri bilen halqları kümüşten yasalsın. Şimal tarafga mu perde o'rnatilsin. Onun uzunluğu mu 50 metr qilinib, perdeni ko'tarib turish uchun 20 dona tush tüvrük hem ularning tegiga qo'yg'ili 20 tane tuch put yasalsın. Perdelerni bekitadigan tüvrükning ilmekleri bilen halqları kümüşten yasalsın. G'arb tarafdaki perdenin uzunluğu 25 metr qilinsın. Perdeni ko'tarib turish uchun 10 dona tush tüvrük hem ularning tegiga qo'yg'ili 10 dona tuch put yasalsın. O'yluning sharq tarafidagi perdening uzunluğu mu 25 metr bo'lsin. Kirish og'zi sharq tarafda bo'lsin. Kirish og'zining bir tarafidagi perdenin kengligi 7,5 metr bo'lsin. Perdeni bekitish uchun 3 tüvrük ve 3 put yasalsın. Yani bir tarafidagi perdenin kengligi 7,5 metr bo'lsin. Uningmi 3 dona tush tüvrük, ularning tegiga qo'yg'ili 3 dona tuch put yasalsın. Kirish og'zi uchun ko'k, so'sin, to'q qizil ranglik yung yip ve kendir yiptin kengligi 10 metrlik perde to'qilsin. Kashtichida uni kashtilsin. Perde 4 dona putqa bekitilgan 4 tüvrükka o'rinlashtirilsin. O'yluning 4 atrofidagi barliq tüvrüklarning hammasida kumush halqa ve ilmek bo'lsin. Tüvrükning putlari tushdan yasalsın. O'yluning uzunluğu 50 metr, kengligi 25 metr, o'ylu perdesining egizligi 2,5 metr bo'lsin. Perdeler kendir yiptin toqilsin. Tüvrükning putlari bo'lsa tushdan yasalsın. İbadet çedirdiki barliq jabduqlar hamda çedirdiki ve o'ylidagi qo'ziqlarning hammasi tushdan yasalsın. Chirog'ning hamisha yenib turishi uchun İsroillarga sop zaytun yig'i keltirishni buyurgan. Harun ve onun evlatları Parvardigor bilan uchrashish chediridagi ahdi sandig'ining oldidagi perdening sirtiga chiroq yondirib qo'ysin. Bu chiroq mening huzurumda kashqurundan sahargacha yeniqliq tutsin. İsroillar avloddan avlodgacha bu nizomga amal qilsin.